Biznes egalari orasida HR ni faqat ishga yollovchi yoki oylik belgilovchi sifatida ko'ruvchilar ko'p. Lekin hozirgi raqobatli bozor davrida HR ni strategik boshqara olmagan kompaniyalar oxiri bankrotga uchrashligi mumkin. Agar siz xodimlarni ishga yollashni o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz, ularni tartib, qoidalarini o'zingiz nazorat qilayotgan bo'lsangiz, demak siz HR vazifasini o'zingizga yuklagansiz. Buning oqibatida tizimga emas, odamga suyanasiz. Xodim ketganda barchasi qulaydi. HR strateg bo'lish biznes egasi o'z o'rnini aniq, tiniq belgilab olishidan iborat degan. Kimni va qanday yo'llashni bilish, kerakli mezonlar asosida kerakli nomzodlarni ishga qabul qilishni nazarda tutadi. Tashkiliy strukturani to'g'ri tuzish va xodimlarga tushuntirish. KPI va natijalarni o'lchashni bilish va ularni amaliyotga targ'ib qilishdan iborat. O'sish va xodimlarni rivojlantirish tizimini yaratish. Xodimlar siz bilan birgalikda o'sadi va kompaniyani rivojlantiradi. Demak, sizga HR menejer emas, HR strateg zarur.